السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أسعد الله Alloh مساء. taolo ushbu kechangizni quvonchga to'ldirsin. الحمد لله رب Olamlar العالمين. parvardigori, solihlarning do'sti Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Shuningdek, olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarimiz, yo'lboshchimiz, habibimiz va ko'zimizning quvonchi bo'lmish Muhammad alayhisalomga va u zotning oilalari va sahobalariga Allohning salovati, salomi va barakoti bo'lsin. So'ng bugun Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhobning 3 asos kitobini o'qishni boshlaymiz. Marhamat. Mujaddid Imom Muhammad ibn Abdul Vahhob rahimahulloh aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. Alloh sizni rahim qilsin. Shuni bilingki, biz 4 masalani o'rganishimiz vojibdir. Birinchisi ilm. Ilm bu Allohni tanish, uning payg'ambarini tanish va islom dinini dalillari bilan bilishdir. Ikkinchisi unga amal qilish. Uchinchisi unga da'vat qilish. To'rtinchisi bu yo'ldagi aziyatlarga sabr qilish. Buning dalili Alloh taoloning ushbu so'zidir. Bismillahirrohmanirrohim. Asrga qasamki, albatta inson ziyon zahmatdadir. Iymon keltirgan, solih amallarni qilgan hamda bir-biriga haqni tavsiya qilgan va sabrni tavsiya qilganlargina bundan mustasnodir. Imom Shofiy rahimahulloh aytadi: agar Alloh taolo xaloyiqqa hujjat o'laroq faqat ana shu surani nozil qilganida ham shuning o'zi ularga kifoya qilardi. هذا كتاب ثلاثة Ushbu kitob Salasatul Usul yoki Usulus Salasa, ya'ni 3 asos deb nomlanadi. Uning muallifi Imom Muhammad ibn Abdul Vahhob ibn Sulaymon At-Tamimi rahimahulloh hijriy 1206-yilda vafot etgan. Bu kitob juda foydali bo'lib, ko'plab ulamolar mazkur kitob bo'yicha darslar o'tishgan. Qolaversa, bu kitobning ko'plab yozma shakldagi yoki audio shakldagi sharhlari mavjud. Muallif rahimahulloh ushbu kitobni shunday so'zlar bilan boshlagan: Bismillahirrohmanirrohim. Alloh sizni rahim qilsin. Shuni bilingki, biz 4 masalani o'rganishimiz vojibdir. Birinchisi ilm. Ilm bu Alloh taoloni tanishdir. Allohni tanish deganda Allohni ism va sifatlari bilan tanishni nazarda tutgan. Muallif aytadi: ilm bu Allohni tanish, uning payg'ambarini tanish va islom dinini dalillari bilan bilishdir. Demak, ilm 3 ta narsadan iborat ekan: Allohni tanish, Rasulullohni tanish va islom dinini, ya'ni Alloh taoloning shariatini bilish. Muallif dalillar bilan bilish deb aytgan. Dalillarni bilish, ya'ni dalillarni o'rganish, dalillarga suyanish, dalillarga ko'ra ibodat qilish, dalillarga ko'ra Alloh tomon yurish, ko'r-ko'rona taqlid qilmaslik va ko'r-ko'rona ergashmaslik ushbu muborak da'vatning eng muhim jihatlaridandir. Muallif aytadi: ikkinchisi unga amal qilish. Avvalgi darsimizda aytdikki, insonning ilm olishidan maqsad o'zidagi jaholatni ketkazish, mazkur ilmga amal qilish, ilmni odamlarga tarqatish hamda ushbu ilmni zoya qilmaslikdan iboratdir. Qo'limizdagi kitobda aytilyaptiki, inson o'rganish vojib bo'lgan masalalardan birinchisi 3 ta narsani o'rganish, ikkinchisi esa unga amal qilishdir. Muallif aytadi: uchinchisi unga da'vat qilish, ya'ni o'sha ilmga da'vat qilish, Allohga da'vat qilish, Rasulullohga ergashishga da'vat qilish, dalillarni lozim tutishga da'vat qilish. Muallif aytadi: to'rtinchisi bu yo'ldagi aziyatlarga sabr qilish, ya'ni bu yo'lda aziyatlar bo'lishi tabiiydir. Shuning uchun ham Varaqa ibn Nawfal Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaniydi qavming seni haydab chiqarganida navqiron bo'lsam degan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular meni haydab chiqarishadimi deganlarida Varaqa: ha, sen olib kelgan narsani keltirgan kishi borki, unga albatta dushmanlik qilingan degan. Demak, kimda kim o'z qavmiga ular bilmagan narsani olib kelsa, u kim bo'lishidan qat'iy nazar unga dushmanlik qiladilar. Holbuki Nabiy sallallohu alayhi vasallam makkaliklar uchun eng suyukli kishi edilar. U zotning oilalari makkaliklar uchun eng suyukli, qadrdon oila edi. Shunday bo'lsa ham Rasulullohga dushmanlik qilishdi. Hatto u zotni o'ldirmoqchi ham bo'lishdi. Demak, bu yo'ldagi aziyatlarga sabr qilish kerak. Muallif rahimahulloh bu yerda hamma bilgan umumiy sabrni nazarda tutmayapti. Ya'ni taqdirga sabr, toat ibodatga sabr va gunohdan tiyilishga sabr kabi sabrning barcha turlarini emas, balki aynan shu yo'ldagi sabrni nazarda tutyapti. Ya'ni ilm yo'lidagi sabrni, ilm olish, ilm berish, unga amal qilishdagi sabrni nazarda tutyapti. Bu esa taqdirga sabr qilish bobidandir.